ko'p bola va vohli uylanib olishni maqsad qo'yib olishgan. Mana 21-22 yoshimda uylanib olaman, yo'qchiligimda ham sinab olaman xotinimni deb o'ylaydi. Na samom деле hozir bizning onalarimizga o'xshagan qizlar juda ham kam. Yo'q desa ham bo'ladi. Shu uchun birinchi o'rinda oyoqga turib olishga harakat qilinglar, seryozni darajada, keyin o'shandan keyin sizlar gaplasha olasizlar любой narsa haqida. Ertaga og'zingni ochadigan bo'lsanglar, siz menga nima qilib berdingiz degan savolni berishmaydi. Shuning uchun birinchi soqqani soqqaga urib olish kerak. Любой moment og'zini ochgan payti tirs deb qochka bilan urasizlar. Ishoninglar, hammaga pul kerak. Даже sizlar tanlagan xotiningizga ham kerak. Hozir sizlarga aytayotgan bo'lsa, "Yo, men puling kerak emas, narsang kerak emas" и так далее и тому подобное. Ishoninglar, ertaga dugonasi Dyson olib Instagramga bitta stories qo'ysin, ko'ramiz qanchalik pul kerak emasligini. Как minimum ertangi kuni Malikada turasizlar, Dysonga kredit оформлять qilib. Так что har xil fuflo gaplarga ishonavermasdan, soqqan soqqaga urib, miyaga investitsiya qilish kerak. Charchamaysizlar. Erkak bo'linglar.